Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. 28-may bugun haftani chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Xo'p, bu bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab bozor 4 da boshlanadi. Xo'p, kunduzi 10 gacha bozor bo'ladi. 10 dan keyin sotuvchilar yig'ishtirishni boshlaydi, bozor 12 da tugaydi. Bularning narxi bilan tanishamiz. Pastdagilar nechi pul? Mana shular shtampil kupralar. Xo'p, Razmeri 48 dan 54 gacha katta razmer. 48 dan 54 gacha razmer ekan, shtampil kupralar ekan bular. Ko'ylak lozim. Razmerga lozimini ham ko'rsating. Razmerga 65 ming beryapmiz. Katta razmerlar. Pachkaga 65 ming. 65 ming. Pachkaga 65 ming so'm, donaga nechi puldan? 70 ming so'm. Donaga 70 ming so'mdan ekan. Mana shu shtampillari shunaqa. Mana hali ko'p kishi so'raydi-da. Taniq qilib chokini ham ko'rsating deydi. Mana shunaqa razmerlar. Endi mana tepadagilarimiz xabalar hammasi. Xo'p, buni nechta rasvetkasi bor pastdagini? Bu 10 ta rasvetkasi bor. 10 xil mana shu kilo qo'yganmiz. Ha, bular hammasi shundan ekan-a? Mana shu hozir ko'rsatganimiz. Pachkaga 65 ming, donaga 70 ming so'm-a? Razmerini nechtalik dedingiz? 4 talik. Razmer 4 talik ekan. Nechidan nechigacha? 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha ekan. Pastdagilarda nimasi? Razmeri. Shundan mana shu polni shundan. Mana bu tomonga ham ilib qo'yishibdi. Stoyka varatniki bor, undaqa varatniki bor. Endi tepadagilar xabalar ular 80 ming. Bular Dvoyka. 80 ming so'mdan ekan. Tepadagilar dvoyka ekan. Tepa pastliga. Ha, tepa past. Razmer nechtalik? Razmer 2 talik ular. Razmer 2 talik ekan. Nechi? 50-52. 50-52 ekan razmeri. Tepadagilarda. Bular ham xaba mana hammasi. Bular ham xab ekan. Nech pul bu? Bular 80 mingdan. 80 ming so'm pachkagami, donagami? Pachkaga, kapishyonkasi bor. 80 ming so'm ekan pachkaga. Donaga nech pul? 85 ming. 85 ming so'm ekan donaga. Xo'p. Bular xabada hammasi shunaqangilar. Bular mana shu narx ekan pastdagilari ham. Telefon nomeringiz nechi? Hozir. Mana chekkadagi narsa ham shundanmi? Yo'q, Nech pul? Qolmadi? Arzon 40 ming so'm. Bu 40 ming so'm ekan. Bu ham komplektmi? Ha, komplet. Yaxshi. 40 ming bersa olib ketaveradimi yo pachkami bu ham? Undan yo'q undan. Bitta qoldi. Ha, bitta qoldi. Yaxshi. Kelanlardan olsa bepulga berib yuboramiz. Mana bulardan olsalaring bepulga berib yuborishaverar ekan. Endi o'zi shunaqa deyapti sotuvchini. Hozir nomeringiz nechi? 91lik, Nomerlari 91lik 323 54 ekan. Shu nomerga kunduzi telefon qilinglar, oluvchilar telefon qilsa, keyin xo'p, ish so'rab, qarzga berasizmi deb ham so'rab telefon qilmanglar. Ular shunaqa narsa. 5 dona qoldi. Narigi ishdan bilar işte. Shtampillar pachkamiz sizga dona.